Hayotimiz qanday bo'lishi o'zimizga bog'liq. Har bir tanlov o'zimizniki. Qo'rquv bu ishonchsizlik, o'zingizga nisbatan va Xudoga nisbatan. Biror bir yangi yo'l oldida turibsizmi? Qalbingizni eshiting. Yaratgandan to'g'ri yo'l ko'rsatishni so'rang. Alloh men bilan eplayman degan ishonch qalbingizda bo'lsa, shubhalanmang, eplaysiz. O'zingiz istagan, qo'lingizdan keladigan ishni boshlashdan qo'rqmang va qadringizni bilmagan odamlar yonida qolmang. O'z ustingizda ishlashdan, o'sishdan to'xtamang. Yangi yo'llar doim bor va ular doim siz uchun ochiq. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qalbdagi ishonchsizlik esa hammasini orqaga tortadi, qo'rquvni paydo qiladi. Yaratganga ishonch bor joyda shubha qilish kerak emas. Uning qudratidan va sizga bo'lgan mehridan hech qachon shubhalanmang. Yaxshi niyat bilan boshlagan har qanday xayrli va ezgu ish siz kutganingizdan-da chiroyli bo'ladi. Chunki